Assalomu alaykum yaxshilar. Mana bu yerga ziyoratga keldik. Bu Zominga kelmasdan yana chetroqga ancha bir 60 kilometr chet aylanib o'tdik. Tog'dan narigi tomon Tojikiston, bu tomon O'zbekiston. Mana bu yerda mana shu ziyoratgoh bor ekan. Ziyoratgohning ismini keyin sarlavhada yozaman. O'sha joyda yotibdilar. Shu yerga odamlar kelib ziyorat qilib ketadilar. Mana shu zinapoyalar shu bir 800 ta bordir. Lekin chiqquncha hammani esladim. Mana shu yerga chiqib kelguncha. Pastdan suv oqyapti. Manzarani qaranglar. O'zbekistonning o'zi go'zalda. Jannat makon O'zbekim deyishadi. Jannat makon O'zbekim. Mana shu yerlarni obod qilgan. Mana shu yerlarni odamlar kelib ziyorat qiladigan deb qilgan insonlarga ming rahmatlar bo'lsin. Mana shu uchun mana bu yerda ishlayapti. Sen tarix kanallaridan keyin ishonishni ko'ramiz. Zinapoyalarni ko'ryapsizlar. Tak tugun yo'q. Mayda qilingan oyoq og'rimasligi uchun ziyoratchilardan juda ham ko'p. Kameralar tarix kanalida tarixiy mana bu tarixga munosib joylar deylik. Shundan narsalar beriladi. O'shalardan gapirib beryaptilar ekan. İnsanlarga o'shani yetkazmoqchi. Qaranglar, bu yoqdan zinapoya. Bu yoqqa qarab, u yoqdan bu yoqqa qarab. Bu yoqqa yana darish ketiradi. Zinapoya. Shuning uchun bu daraxtni qarang. İnsoniyatni Allohimning bir mo'jizasi. Yiqilib, yana yerdan yana ko'klab chiqib ketyapti. Yerdan chiqib yana ko'klam berib chiqadi. Qaranglar. Yerga sinib tushib, bo'lmasa bu yerda bir hamma narsa qurib ketgan. Hech narsa yo'q deysizmi? Bu qatdan yana kuch olyapti. Yana qatdan kuch olib, yana mana shuncha bu beda daraxtda yana kuch olib kelyapti. Ey Allohimning mo'jizalari. Allohimning mo'jizasi. Ana shunaqa joylar. Kelinglar.